Instagramdan zakaz qilgan klientimiz uylariga keldik. Mehmonxona uchun penal komod tayyorlab berdik. Ushbu ko'rinishda. Razmerlari eniga 3.30, bo'yi 2.45 sm. Joyga joylashgan. O'zi asli mebelimiz 3.5 metr joyga tekis holatda tushadi. Lokatsiyamiz Andijon viloyati Buloqboshi tumaniga bo'ldi. Ushbu ko'rinishda oynalari ham, ramkalari ham shu holatda. Akvariumda oynasi sinmaydimi deganlarga ancha-munchaga sinmaydi. Sababi qalinligi 6 mm bo'ladi. G'aladonlarimiz ushbu holatda ishlangan, ichlariga materiallar qoplangan. Kromkalari PVH kromka. Holati ham avvalgi holatda ishlangan shu ko'rinishda. Yopganda shu holatda bo'ladi. Bu tarafimizda ham eshiklari dakansi ochiladi. Figurasiga ahamiyat berib qo'yiladi. Servantimiz oynalari ham, karnizlari ham ushbu ko'rinishda. 3 ta polka mavjud. Qalinligi 1 sm. Har doimgidek yopilganda sekin yopiladi. Davchi mexanizm. To'y boshlab qo'ydingiz, qanaqadir mebel olishni bilmayapsizmi yoki qayerdan topishni bilmayotgan bo'lsangiz, bizga aloqaga chiqinglar. Biz dastavka uстановкалар bilan yetkazib beramiz.